Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour Umeco, je vous présente le filtre que j'ai réalisé qui permet de dénoncer 10 de les cinquantaine d'entreprises qui participent au génocide contre les Ouïghours. Le principe est très simple, vous appuyez et vous avez une entreprise aléatoire qui est dénoncée. Yaqında Fransiyada Umeco nomidagi bir kichik ommaviy media tashkiloti Uyg'ur qo'l emgakini to'xtatish chaqirig'i atab dunyodagi eng umumlashgan ijtimoiy axborot apdeytlarining biri bo'lgan Instagramda qo'llaniladigan hikoya o'yini yasab chiqqan. Mazkur o'yinga qatnashuvchilar Uyg'ur qo'l emgakiga qarshi turish chaqirig'ini Instagram ishlatuvchi yoshlar orasida keng umumlashgan moda o'yin bilan birlashtirishni ijodchonlikqa ega oqilona harakat deb baholamoqda ekan. Bu o'yin kishilarning ekrandagi aksida peshonasiga to'g'rilangan dunyoviy donliq tovar markalar bilan Free Uyg'ur, ya'ni Uyg'urlarga erkinlik degan so'z birlashtirilgan suratlarning olishib chiqib, oxirida xohlagan bir markada to'xtaydigan o'yin ekan. Bu o'yinga qitilgan fransiyaliklarni asos qilgan dunyoning har qaysi joylaridagi kishilar bu o'yinda tortilgan videolarni Instagram hikoya betida tarqatgan. Ular bu o'yin orqali o'z jamiyatiga va dunyoviy tovar markalariga Uyg'ur qo'l emgakini to'xtatish haqida chaqiriq qilgan. Bu yil martda Avstraliya strategiyalik siyosat institutining Uyg'ur majburiy emgaki haqidagi dokladini e'lon qilgandan keyin xalqaro matbuotlarda cho'ng g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Shuningdan keyin ko'plagan ommaviy tashkilotlar va aktivlarning Uyg'ur qo'l emgakiga qarshi harakatlari maydonga kelishga boshlagan. En tout cas, c'est hyper simple. Je refais un petit tuto. Tu appuies sur l'écran, bim, tu as certaines entreprises qui ne respectent pas le droit humain, dont les Ouïghours. Hop, là c'est Puma, on identifie Puma, on leur dit que c'est des gros complices et on identifie Umeco pour qu'on puisse repartager. Et voilà!